بسم الله الرحمن الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. الكتاب الثاني الدرس الثالث والعشرون. 23 درس. 23 dersni boshlashdan ilgari biz 23 dersdagi nuqtaliq grammatikani bir eslab o'taylik. Birinchi grammatika jam'a muzakkar salimning i'robi. Jam'a muzakkar salim degani nima? Desa, nun bilan jami qilingan, ko'plik qilingan jami muzakkar salim bo'ladi. Masalan, muslimun deganni ko'plikka aylantirsak nima bo'ldi? Muslimuna oxirisiga onun qo'shindag'i ashu ko'plik jami muzakkar salim bo'ladi. Bu va nun bilan ko'plikka aylantirilgan jamilar nima bo'ladi? Jami muzakkar salim bo'ladi. Endi mushundaq jami muzakkar salimlarga i'rob berishda odatimiz normal ismlarga i'rob berishda pash, zivar, zir degan shundaymi? Masalan, muslimunaning birligi. Muslimun. Pash qo'yish to'g'ri qolsa qanday qilamiz? Muslimun deb o'qiymiz. Zivar qo'yish to'g'ri qolsa musliman deb o'qiymiz. Zir qo'yish to'g'ri kelib qolsa muslimin deb o'qiymiz. Shundaymi? Endi shu muslimunni ko'plikka aylantirib muslimuna qilgandan keyin pash, zivar, zirli qolibni qanday ifodalaymiz? Masalan, muslimunning ko'pligi qanday bo'ladi? Muslimanning ko'pligi shundaymi? Musliminning xuddi birligi pash, zivar, zir o'qilganda ko'pligini pash, zivar, zir o'qish to'g'ri kelib qolsa qanday o'qiymiz desa, pashlik holati bu nun bilan ifodalanadi. Ya'ni bu bilan nunning kelganligi shu jami muzakkar salimning nima o'qilganligining ishorati, pash o'qilganligining ishorati. Zivar bilan zirlik holati, zivar bilan zirlik holati ya nun bilan ifodalanadi. Masalan, muslimina kelsa bizni bu nima o'qilibdi? Ya zivar, ya zir o'qilibdi deymiz. Xuddi muslimunaga, musliman bilan muslimin nimaga? Musliminaga ko'plik qilingandek. Bu nuqtasimiz tursin. İkinci nuqtaliq grammatika butun sonlar. Yani biz sonlarni 19-chi bir qadar so'zlab qo'ygan shundaymi? 20 dan keyin sonlar. Masalan, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 qatorliq butun sonlar bor. Ma'u sonlardan keyin kelgan ism birlik zivar holatda bo'ladi. Andikin ayolni qanday qilmaydi? Ayirmaydi. Masalan, 20 o'quvchi, 20 taliban. Agar mushu o'quvchini qiz o'quvchi demoqchi bo'lsak, men o'xshash deymiz. 20 talibatan. 30 taliban, 30 talibatan. 40 taliban, 40 talibatan. 90 gacha o'xshash. 90 taliban, 90 talibatan deb. Bu manda bo'ladi. Endi mushuning oralig'idagi parchalarchi. Masalan, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 deb 29 gacha shundaymi? 31 dan 39 gacha parchalarchi desa, 31 bilan masalan 21 yoki qancha o'z bo'lib yuradi-ku? 21 bilan 22 dagi 1 bilan 2 o'lcham bilan keladi. O'lcham bilan deganimiz erlikka erlik shaklda, ayollikka ayollik shaklda. Masalan, 21 o'g'il o'quvchini ishlatib boqaylik. Erlikka erlik qildigan bo'lgandan keyin ammo butun son 20 degan son farqlanmaydi shundaymi ayollikqa. Ammo qishdagi parchadan farqlanadi. Masalan, 21 o'g'il o'quvchi demoqchi bo'lsak, vahid mo erlik shaklda keldi shundaymi? Va 20 taliban. Agar qiz o'quvchi demoqchi bo'lsak-chi, vahida va 20 talibatan. 22 طالبا 22 طالبا. Birolar ishga qanday bo'ldi ekan? O'lcham bo'yicha erlikka ta'sis, ayollikqa nima? Erlikka ta'sis, ayollikqa talik. 3 dan tortib 9 gacha ta'tur. O'lchamning qarshisi bilan keladi. O'lchamning qarshisi degan gap desa, erlikka talik, ayollikqa nima? Ta'sis. Masalan, 23 o'g'il o'quvchi desak,
o'g'illig'anikin ta'sis qilib salasu va 20 taliban. Salasu deb nima? Salasatu deb nima keladi? Talik keladi. Erligi talik. Endi 23 qiz o'qish demoqchi bo'lsak, nima deymiz? Salasu va 20 talibatan deb nimasiz ta'sis. O'lcham tadris bo'yicha 29 gacha 31 39 gacha yuqoridagiga keladi. Bu nuqta ina qo'yib ketsin. 3-grammatika endi biz odatda o'tgan zamon fe'llarni ma'ulanmo inkor qilamiz, shundaymi? Masalan, mazhabatiz bormi degan bo'ldi-ku. Lam yazhab deb lamni ishlatibmi o'tgan zamonni inkor qilamiz-ku. Endi laulanmo qanday qiladi inkor qilib bo'ladi. Ammo bak ko'p emas, az. Masalan, la zahaba, la kharaja desa qanday qilmaydi chiqmaydi, bormi degan ma'nosi shundaymi? Bir farqqa o'xshamaydigan tarafi ma'ulanlarninki laulan o'tgan zamonni inkor qilgan vaqtda yana bir fe'ldan birini atbi qilib akilish to'g'ri kelib qolsa, o'lan shundaymi? Lani qayta takrorligini soladi. Ammo ma'ulan qilsak takrorlamaydik. Ma zahaba yoki masalan ma qama va akala desa o'rindan turmadi, yemidi degan bo'ladi ma'no kelsak, ikki fe'lga birdan olmay shundaymi? Ana la gap qolsa, har ikkala fe'lga ladan birdan kelish to'g'ri keladi. Masalan, la qama va la akala. Shundaymi? Ikkala fe'lni oldiga kelish to'g'ri keladi. Mush nuqta kallangdan aylanlab qolsin bugungi darsda. Darsdagi grammatikalik nuqtalar kallamizda yanglashgan bo'lsa, darsning yangi so'zligi kelayli. Al-kalimatul jadida. Ijtima'un, qissatun, qisasun, nabiyyun, nabiyyuna, anbiya'u, saniyatun, thawanin, usratun, usarun, jaizatun, jawaidu, najaha, yanjahu, injah, rasaba, yarsubu, ursub, qa'atun, qa'atun. Ijtima'un, yig'ilish, murasim, lekin yig'in degandek ma'nolarda. Qissatun, qissa, hikoya. Qisasun, nimaliki ko'pligi. Nabiyyun, payg'ambar. Buning ko'pligi ikki xil chiqadi. Nabiyyuna yoki nima? Anbiya, buning ko'pligi. Thaniyatun, sukun. Thawanin, buning ko'pligi. Usratun, oila. Usarun, buning ko'pligi. Jaizatun, mukofot. Jawaizu, buning ko'pligi mukofotlar. Najaha, yanjahu. Utuq qozonda, utuq qozonyapti, shundaymi? Yoki o'tdi, o'tyapti, yoki o'tidi. Adat fe'l mudori ikki xil zamonga ma'noda. Ya'ni imtihondan o'tganga ma'noda asosligi. Rasaba yarsubu, mag'lub bo'ldi, mag'lub bo'lyapti, yoki mag'lub bo'ladi. Yoki bir ma'nosi imtihondan o'tamadi, o'tamayapti degan ma'noda. Yoki qoldi, qilyapti imtihonda. Qa'atun, zal. Qa'atun, buning ko'pligi nimalar? Zal. Sözlük tushunishlik bo'lgan bo'lsa, tekstni o'qib, tarjima qilib, tahlil qilib qo'ying. Ad-darsu as-salisu wal 20. Ayna al-mudarrisun? La dakhalu al-fusul wa lahum fi ghurfati al-mudarrisin. Azunnu annahum fi ijtima'in. Ra'ayta al-mudarrisin al-jududa? Ja'a mudarrisuna jududun? Na'am. Ja'a 5 mudarrisin jududin. رأيت أحدهم في المكتبة قبل قليل اسمه الحسين بن الحسن يدخل أحد المدرسين الجدد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا يا أستاذ. أشكركم يا إخوان. كم طالبا في فصلكم هذا؟ فيه 40 طالبا، ولكنني أرى 35 طالبا فقط. أين الآخر؟ فأين الآخرون؟ هم غائبون اليوم. أي كتاب تقرؤون؟ نقرأ هذا الكتاب اسمه قصص النبيين. لمن هو؟
هو لفضيلة الشيخ أبي الحسن الندوي. كم صفحة قرأتم فيه؟ قرأنا 53 صفحة. الكتاب فيه 90 صفحة، قرأنا منها 53 صفحة، فبقي 37 صفحة. ما أجمل حقيبتك يا أستاذ، بكم اشتريتها؟ اشتريتها ب80 ريالا. أنا اشتريت مثلها ب70 ريالا. أنا اشتريت حقيبة أصغر منها ب60 ريالا. دقت أختصلاء قني المشاهدة مدرسون مبتدان orunda. Ndog'andan keyin mubza nima qildi? Pesh. Endi vonun bilan ko'plikka aylantirilgan ismlar pesh o'qilishi nimalar ifodalanadi? Vonun bilan shundami? Yoki mudarrisun deb vo kelganligi, mudarrisunning nima qilganligi pesh o'qilganligi. Agar mushu birlik ko'p qolgan bo'lsa qanday qiladi? Aynal mudarrisu qiladi. La dakhalul fusul. Sinf kirmidi. Va lahum fi ghurfatil mudarrisin. O'qituvchilar yotaqdimi? Yo'q. Lahum degani ular yo'q degan ma'noda. Andikin mudarrisin في غرفة المدرسين غرفة مضاف مدرسين نما مضاف إليه مضاف إليه نمقول مقصود زرقلت أم زرقلت غورندا نملا إفادة يا نملا إفادة مدرسين شو أساسي يا نملا إفادة أظن أنهم في اجتماع من أمتى أولار يغندقوا دائما أولارني يغندقوا دائما أرأيت المدرسين الجدد ينو أختارني كردومو مدرسين Ara'aytaninki to'ldiruvchisi. Agar birlik kelgan bo'lsa, ara'aytal mudarrisa keladi shundami? Ko'plik bo'lgandan keyin nimalar ifodalandi? Ya'nun bilan ifodalandi. Chunki biz darsdan oldida shu to'g'riliq so'zlagan, ha? Bu nima bilan ko'plikka aylantirilgan jami muzakkar salimlar nima bilan qanday holda ifodalanadi? Ya'nun bilan ko'plik holati ifodalanadi. Aja'a mudarrisuna jududun yangi o'qituvchilar kelibdimi? Na'am. جاء 5 مدرسين جدد. Besh yangi o'qituvchi kelibdi. Endi sizlarga ma'lummi, 3 dan tortib 9-chi bo'lgan sonlardan keyingi sonlar ko'plik zirkiladi shundaymi? Shu 5dan keyingi mudarrisin deb nima keldi? Ko'plik keldi, ham zir o'qildi. Zir o'qilganligini ne qarab bilamiz? Chunki yovlan ifodalandi. Shundaymi? Bu bir. Ikkinchisi 3 dan tortib 9-chi bo'lgan sonlar arilikka, tavalan ayollikqa ta'sir qilyapti-ku. Mudarris arilikka o'qishqa 5 nima bilan keldi? Tavalan keldi. رأيت أحدهم في المكتب قبل قليل. أسرق الجري ولانو برني كتب خاندا كورجنت. اسمه حسين بن حسن. اسمه حسين بن حسن كان. يدخل أحد المدرسين الجدد. يوم خصلانو بركرواتو. مش جملة دمو أحد مضاف مدرس نمو مضاف إليه. مضاف إليه نمو كل مقصد زرق قلودو. يعني زرق قل غلقنا نمي فاد لواتو. مدرسين نكي يعي فاد لواتو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Salamni tarjima qilib o'tamisak bo'ldi, ha? Ahlan va sahlan, xush kelibsiz. Marhaban ya ustoz, qarshilimiz ustoz. Ashkurukum ya ikhwan. Rahmat sizlarga qarindoshlar. Kam taliban fi faslikum haza. Sizlarning bu sinfingizda qancha o'quvchi? Endi kamdan keyin, so'roq kamdan keyin kelgan ism birlik nima qiladi? Zar qiladi. Bu to'g'ri so'zlab bo'lgan, ha biz. Fihi 40 taliban. Bu sinfda 40 va majmulda fihi degan bilak xabar bilak. 40 taliban igi bilak. Mubtada. Igayni mubtada degan nima qilmoqchi? Pesh. Bu yerdagi pesh nimalar ifodalandi? 40dagi vona ifodalandi. Vona kelganligiga qarabla, ha, pesh qilib deblan bilsak bo'ladi. Walakinni ara 35 taliban faqat. Biroq men 35 o'quvchi nilla ko'ryapman. Ya'ni nilla degani nerdan chiqadi? Faqatdan chiqadi. Bu bir. Ikkinchisi Aranınki to'ldiruvchisi 5 taliban Araning to'ldiruvchisi, shundaymi? Şu hamsati bu yoqda biroqlam nima qildi? Zavar qildi. An salasinning zavar qilganligini nima dalolat? Ya dalolat. Chunki salasinning zavar qilganligini volu bilan ko'plikka aylantirilgan ismlarni nima bilan ifodalanadi? Ya bilan ifodalanadi. Bu bir. Ikkinchisi, buningki keyindan kelgan sanalg'uvchisi Taliban. Bayatda bir tuqqi 20 dan ortiq sonlarningki sanalg'uvchisi birlik zavar qildi deb shundaymi? Taliban nima qildi? Birlik. Bu bir. Yana birisi Taliban erlik o'g'achqa 50 nima keldi? Ayollik keldi. Ammo salasiyat ayolni qanday qilmaydi? Ayramaydi. Faynal axarun qaqallar qani
Hum g'aibun al-yawm. Ular bugun yo'q. Ay kitabin taqraun. Qaysi kitobni o'qiyapsizlar? Naqra'u hadal kitab. Ismuhu Qisasun Nabiyyin. Bu kitobni o'qiyapmiz. Uning ismi payg'ambarlar tarixlari. Mavrunda qisasu mudaf an-nabiyyin nima muzofillay. Buning muzofillay zira qilibdi-ku. Zira qilgani nima ifodalaydi? An-nabiyyindagi ya. Liman huwa kimning kitobi? Ya'ni kim yozgan demakchi. Huwa li fadilati shaykh Abul Hasan an-Nadawi. O fazilatlik shaykh Abul Hasan Nadawiyninki, ya'ni shu yozgan kitob demakchi. Kam safhatan qara'tum fihi? Bunda qancha bat o'qib bo'ldinglar yoki o'qidinglar? Kamdan keyin kelgan ism birlik zavar o'qiladi. Bu sizlarga aytdim. Qara'na 53 safha. 53 bat o'qidik. Qanday qarang? Qara'na degan fe'l fa'il shundami? Keyin kelgan nima to'ldiruvchi 53 bat ni o'qidik, to'ldiruvchi bo'ldi. Salasan o'zbek yozlam zavar qildi. Shundaqmi? 50 ning zavar qilganligini qarab bildik, ya qarab bildik. Bu bir. Ondan keyin 20 dan ortiq sonlarninki sanalg'uchisi, 10 dan ortiq sonlarning sanalg'uchisi birlik zar qilib turishundami? Men safhadan nima qilibdi? Zar qilibdi. Bu bir. Yana birisi safha erlikmi, ayollikmi? Ayollik bo'lg'achqa oyadagi 3 degan son qanday shaklda ta'sis ketdi. Bayatda bo'lgan-ku erlikka ta'sis, ayollikka nima ta'vilan keldi. Ammo hamsun nima o'xshash, barabar. Erlikmi, ayollikmi o'xshash kelaveradi. Al-kitabu fihi 90 safha. Kitap umumda degan yana kitobda 90 bet bor. Ma urundimi qaranglar. 90 safhatan al-kitab mubtada. Fihi 90 safhatan hammasi o'qishib nima xabar. Endi ma xabar bilan bir jumla bilan bo'lgandan buni ayrim ayirsak, fihi xabar 90 safhatan nima ig'ildi shuning ichida. Endi ig'ilgandan ig'ilgan nima qildi? Pash o'qilgani nima qarab bildik? 90 deki o'g'u qarab bildik. Bu bir. Andan keyin 90 dan keyin kelgan sanalg'uchi bo'lgan safha nima qildi? Birlik zavar qildi. Andan keyin safha ayollik, ammo 90 nima ayollikni farqlantirmaydi. Butun sonlar. Qara'na minha 53 safhatan. Uningdan 53 batni o'qidik. Ya'ni bu qara'na 53 safhaning tahlilini biz yuqorida qilib bo'ldik-ku. Fa baqiya 37 safha. 37 bat qilib qoldi. Yana baqiya degan fe'l sab'on unumisi fa'ili. Fa'il o'qishda sab'on nima qildi? Zavar pash qildi. Salasun pash qilish kerak. Pashdagi nima bilan ifodalanyapti? Va bilan. Undan keyin sabhatan birlik zavar holati keldi. Nimishqa 30 dek sonlarning keyinga kelgan ismlar nima qiladi? Birlik zavar o'qiladi. Shundami? An sabha ayollik shunga mas holda sab'on nima keldi? Ta'sis keldi. Majmala haqiqataki ya ustoz. Ustoz, so'mkingiz nima degan chiroyli? Bekam ishtaraytaha. So'mkingizni qancha pulga sotib oldingiz? Endi qaranglar, misha kelgan vaqtda bayatdan kam deb ishlatilmaydi, shundaymi? Endi mayada bekam deb ishlatiladi-ku, esingda bo'lsin. Pulga ishlatiladigan son yoki so'roq vositalarining oldiga cho'qim billa qo'shilib keladi. 5 o'zi kelsa 5 o'qigan bilan shundaymi? Agar pul ishlatib 5 ko'yga oldim degandagi 5 ko'y deganga ishlatishni to'g'ri qolsa, 5 ni oldiga nima qo'yamiz? Bi khamsati yuan. Shundaymi? Ve bekam deb bajlatdi-ku, o'zing diqqat qilaylik. Ishtaraytu bi 80 riyal. Uni 80 riyal sotib oldim. Qaranglar. 80 ni oldiga nima qo'ydi? Ba. Chunki bu pulni oldiga keldi, shundaymi? Andiga 80 bayning ta'sirida zira qildi, zira qilganicha ko'mdiqqa 80 deb zor qilib oxirisi desa, ya'ulan zira qildi. Buning oxirisi emas, shundaqo. Chunki ko'plikning nuni azalda nima qildi? Zavar. Ana ishtaraytu mislaha bi 70 riyalan. Men uning o'xshashni 70 riyalga sotib olgan. Bi 70 da deb zira qildi. Riyalan birlik zor qildi. Chunki 11 dan yuqori sonlarninki keyindan kelgan ism nima qiladi? Birlik zor qiladi. Ana ishtaraytu haqiqatan asghara minha bi 60 riyalan. Men uningdan kichikroq so'mkini 60 riyal sotib olgan. Bu tahlilim yuqorida ko'rgan o'xshash. Toyib. Tekis tushunishlik bo'lgan bo'lsa, ko'nikmak kelaylik. Tamarin, at-tamrinul awwal, birinchi ko'nikma. Tuandagi savollarga javob bering. Albatta bu biz har kuni darslikning tekstlarini o'rganib bo'lgandan keyin javob beradigan mashq bu. Ikkinchisi,
Tövendeki cemi muzakkar salimning misollarini o'qing deydi. Masalan, asosligi cemi muzakkar salim, ya'ni oxirisi vo, nun bilan ko'pliklantirilgan ko'pliklar. Bularning bosh kelish holati vo bilan igilik kelish, tushum kelish holati bilan ya bilan ifodalanadi. Mujnoqda diqqat qilib turib, qana qilsak bo'ladi, tushunsak bo'ladi. Masalan, birinchi al mudarrisuna fil fusul, o'qituvchilar sinflarda. Mudarrisun oxirisi mudarrisning oxiriga vo va nun qo'shilib ko'pliklantirilgan ko'plik. Buning ismi jam'i muzakkar salim, ya'ni sog'lom erlik ko'plik. Shundaymi? Endi bu xildagi ko'pliklarni qaysi takrorlasam, pesh o'qildigan o'rinda vo keladi, zabar zir o'qildigan nima keladi, ya keladi. Ma o'rinda igi o'g'achqa shu vo keldi va qolgan shakllarini shu bilan tahlil qilib baqsaq bo'ladi. 3-chi mashq Tövendeki isimlarni cemi muzakkar salim tariqasida ko'plikka aylantirganda bo'ladi. Nayt addi, oxirgi vo bilan nunni qo'ysaqlar bo'ladi-ku. Mudarris, mudarrisun, muhandis, muhandisun, muslim, muslimun, kafir, kafirun, g'oyib, g'oyibun, mujtahid, mujtahidun, mu'min, mu'minun, salih, salihun degan shakllarda ko'plikka aylantirsak bo'laveradi. 4-inchisi tövendikilarni o'qing. Tövendikilarni o'qing deyotdi. Bizning talab qilmoqchi bo'lgani bütün sallar, yani 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 degan sallarning keyindan kelgan ismlar birlik zor o'qilishidan birga bu xildagi sallar erlik ayollikqa qanday qilmaydi, farqlanmasin, o'rtaq ishlatadi. Masalan, qayli 20 taliban, talibatan, 30 taliban, talibatan. Mayli taliban kelsin, mayli talibatan kelsin, o'zganda o'zgarmaydi. 90 ga shunda qog'ozlarni o'qib baqsaq bo'ladi. Ana masallarning arabchadagi ismi o'qud deb ataladi. O'qud sallar. Ondan keyin buning qishidagi 1 2 3 ta deb hadsallar nima deydi? Ahad. Ahad deydi. 5-kunlikma, tuanliklarni o'yilib baqing. O'yilib baqing degani shu jami muzakkar salimlarniki marfu'luq, mansubluq, majrurluq, ya'ni bosh kelish, tushum kelish va igilik kelish holatlarining o'qilishiga biz bayonni deb qilyapmiz. Masalan, mudarris bosh kelish holati mudarrisu. Tushum kelish holati mudarrisa. Igilik kelish holati mudarrisi shundami? Endi mushlarning ko'pligininki bosh kelish, igilik tushum kelish holatiga qarab baqsak, mudarrisuna, mudarrisina, mudarrisina. 20, 20, 20. Mana bu shaklda tushunsak bo'ladi. Bu to'g'ri tushunib bo'ldinglarmi deyman. 6-chi mashq tövendeki cümlelerni boş o'rinlarga ikki tarafdan o'tirdiki, so'zlarni quyish orqali to'liqlang. Masalan, bizga tarafdan o'tirdi, so'z beradi. Boshqa ish to'p qolsa, va bilan nunni ishlatib qo'yamiz, shundaymi? Agar igilikli tushunkish to'p qolsa, shu va bilan nunni o'rnida nima ishlatamiz? Ya bilan nunni ishlatamiz. Masalan, yuhibbul mudarrisu tullabal deb mujtahidun deb biribdi. Tullabaniki mujtahid chiqib turgan ekan. Tullab qanday o'qilsa mujtahid shunday o'qiladi-ku. Ada yuhibbu fil, mudarris fa'il, tullab nimasi? To'ldiruvchi. To'ldiruvchi nima o'qilibdi? Zavar. Tullab dash, nima? Endi mujtahidni biz kimga isbot qilmoqchi? Tullabqa. Tullab zavar o'qilgandan keyin mujtahidun nima o'qilishi kerak? Zavar o'qilishi kerak. Buning zavar o'qilgan holda qanday holat? Mujtahidin. Ya bilan ifodalangan holat. Shunga mujtahidin qo'yamiz. Va qolgan shakllarni nima? Shunda tahlil qilib ishlatsanlar bo'ladi. 7-chi ko'nikma misolni o'ylab baqing. Ondan keyin so'zlarni tirnoqning o'tirdiki so'zlariga muzof qiling deyotdi. Endi muzofillay davomliq nima qiladi? Zir shundami? Jami muzakkar salim bo'lib qolsa, buning zirlik holatini ifodalashni bilamiz-ku. Bu nun bilan ifodalanadi-ku. Masalan, abnaul mudarrisi, mudarris muzofillay nima qildi? Zir. Endi shu mudarrisni ko'plikka aylantirsak, abnaul mudarrisin deb ya bilan nunla ifodaladik, shundami? Mush birinchi qog'oz qilib buyutul muhandisun deydi. Buyut mudof, al muhandis nima? Muzofillay. Muzofillay nima qilmoqchi? Zir. Shunda vaqtda qanday o'qiymiz? Muhandisin o'qiymiz. Va qolgan shakllarini shu bo'yicha o'qib baqsak bo'ladi. 8-chi tuandagi misollarni o'ylab baqing. Ondan keyin tirnoqni o'tirib berilgan so'zliklarni qo'shar qilib jumlani to'liqlang deydi. Masalan, qultu lil mudarrisi, qultu lil mudarrisin. Demak, zir o'qildi o'rinladimi? Jami muzakkar salimlar qanday o'qilgan? Ya'num bilan o'qilgan. Masalan, deyotdi, abhasu an man ni izdavatma deydi. Bizga berilgan so'z mudarrisindami? O'qituvchilarni izlayman demoqchi ekan. Endi al mudarrisun zir o'qimoqchi bo'lsa qanday zir o'qiladi? Ya bilan zir o'qiladi. Ya'ni al mudarrisin. Va qolganlarini shu bo'yicha ishlab baqsaq bo'ladi. 9-chi ko'nikma tuandagilarni o'qing. Ondan keyin
buningda kelgan sonlarni harf bilan yozilmaydi. Harf bilan daftarga yazsak bo'ladi, ma'ni. Masalan, indi 50 riyalansa, mushadagi sizlar 50 50 mushni arif yoza olsanglar bo'ladi. Sonda olmaydi-ku, odat shundami? Yozganda ariladi. Başka iş topib qolsa nima? 50 yozisizlar. Agar igilikni tushuntirib qolsaqanda yozisizlar, 50 yozisizlar. To'g'ri o'qiy olsanglarmi, mushu yozganda barobar, ha? 10-si töndigiran o'qing deyotdi. Töndigiran o'qing degani bizga mushu bütün sonlarning parcha sonlarininki erlik ayollik muomalasini bildirmoqchi. Bayatning daqat darsning oldida parcha sonlar 1 bilan 2 o'lcham bilan keladi. Ya'ni 50 erlik ayollik nima? Ayollik. 3dan 9gacha o'lchamning qarshi keladi. Ya'ni erlikka ayollik, ayollik nima? Erlik. Masalan, 21 taliba. 20 deganlar barobar keldi, farqlanmaydi. Ammo ihda talibaga ayollik shaklda keldi. Isnatani va 20 talibatan 2 mi o'xshash keldi-ku, 3 ga kelaylamdi. 23 talibatan. Ayollikqa nima kelyapti? Ta'siz kelyapti, shundami? Oxirgi uchunda. Qarab boqinglar. 11-mashq töndigidan o'qing va unda kelgan sonlarni harf bilan yozing. Buni sizlar ketdi. Faqat harf bilan yozish jarayonida diqqat qiladigan nuqtanglar sonlarning erlik ayollik masalasi. Agar keynidagi ism erlik bo'lib qolsa, parchasan qanday yoziladi? Ayollik. 3dan yuqorisi shundami? Agar keynidagi ism ayollik bo'lib qolsa, parchasan nimasiz? Ta'siz, ya'ni erlik yoziladi. 3dan yuqorisi, ammo 1 bilan 2 o'lchamlik ayollik, erga erlik yoziladi. Masalan, fi hazal fasl 31 ni berib taliba deb to'shundami? Buni tahlil qilib boqaylik. Fi hazal fasl degan nima? Xabar. Chuqum 31 dan keyingi jumla nima? Iga. Iga degan nima qiladi? Pesh. Avval ma'ni ismiga oladi. Pesh o'qildi degan shundami? Andigan taliba degan nima? Ayollik. Ayollik bo'lganda 30 degan butun son barobar keldi. Qishga 1 degani ayollikqa mas keldi-ku. Fi hazal fasl ihda shundami va 30 talibatan talibatlarga masalda ihda tuzildi va qolganlarini shu bo'yicha tahlil qilsanglar bo'ladi. 12-mashq töndigilarni muloyiza qilib boqing. La akaltu va la sharabtu. Endi bayatında o'tganimizdek o'tgan zaman fe'llarni la orqali qanday qilsak, inkor qilgan vaqtimizda takrorlansa, ikkinchi bir fe'lni akalsak, keyindan atqib shundami? La'ni bila takrorlaydiq-ku. La akaltu va la sharibtu. Yemedim, ichmedim. Zalika talib la hafizat darsa va la kataba al-wajib. O'quvchi darsni yodlamadi, topshiriqni qanday qilmadi, ishlamadi. Shundaysi, la darabani va la darabtu. U meni urmadi, men uni qanday qilmadim, urmudim. Mana yuqoridagidek va la ra'ani va la ra'aytuhu. Umumini ko'rmadi va men uni ko'rmadim shundami? Yuqoridagilarning hammasida o'tgan zamonni la bilan inkor qildik va ikkinchi bir fe'lni uning atf qilib akilish to'g'ri kelib qolsa, la'ni qanday qildik? Takrorladik. Mushuni o'qilgan tushunsanmi, bugungi dars oyoqlashgan bo'ladi, ha?